电视机前的观众朋友们好，你们正在收看的是由乌鲁木齐广播电视台与新疆特莱克投资管理有限公司联合制作的大型电视网络文艺节目第7季《我军丝绸之路之声》，我是主持人玉米提瓦。Salam, ekrandagi ko'rman do'stlar, naq maydondagi ustozlar, shundaqla tomoshabinlar. Ushbu damlarda huzuringlarda bo'layotgani Urumchi radio televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Tilak mablag' silish boshqarish chekti sherikti birlikda uyushtirgan cho'ng tipdagi televiziya to'r universal san'at programmasi 7-qaror Vojjon Yipak yo'li sadosi. Men riyosatchi Umidvor Mahmud. Otunuz yaman gul da etmedi tağı. Gul da etmedi yerleşimiz gul da bu korkan gap. Antender mında olup ketken kaldı. Bizden aşılarını bilmişsiniz mi? Meyli. Bilimiz. Lekin Adilen tanlab qalsam deb berme Adilen. 最终选择的导师是 普拉提老师。 Sen söyleyin, Çin söygüde bulmaydı hasret. Bana köysen çiğdesen köyün, köy kibar, otta muhabbet. Muhabbetinin uydavanı var, çöl pıraqı hem tosaqı var. Çırak emers, ot pıraqı var. Yarım bolsan, çilsan bolğı. Salam bilen ayrılışını, ahtımı alem
Adaş yaxşıma bu çok kaçan karısı küçük böyle içirgan suyunu götürüp aldı eken seni. Ben bir çoğurak bir adamın içirgan su içsem banmam da. Adaş bunu botulks kişik olğanda təmin peyiz deyme, yakında tordu modul atqın, o çok doğru suyu deyme bu. Bana. Aldan gittim, böyle torda ilan kan su şuma. Del özümüşü təmin peyiz deyme. Bir götürüp de içitim cuma valla çıkış su. Mümkün olmaz cuma bu. Şenmeyse. Gazlık su bu. Sınap bakalım sen. Sınap bakay. O çok... Şirken su cuma. Rayonimiz Karxan sahasida oldin qator turadigan Xinjiang Ojon suv chekish sherikti Ojon g'o'r suyi mag'irlarga omad tilaydi. 61 numar. Alim Ablat, hoş geldiniz. Tayyorliqlaringiz nihoyat puxta. Shunaqa. O'zingizga nihoyat ishonchingіз bor. Ham sahnada o'zingizni yaxshi joriy qildira olaman deb qaraysiz shunaqa. Navoda ko'nglingiz bitgan ustoz o'rindiq aylantirmay qolsa qana qilasiz? Meni cho'qim aylantirdi. Cho'qim aylantirdi shunaqa. O'ziga nihoyat ishonchisi bor ekan. Bo'ladi, mana shundaq o'zingizga bo'lgan ishonchingiz bilan sahnada o'zingizni yaxshi joriy qildirishingizga chin dilimizdan umid qilamiz va shundaqla qolgan mahirlar bilan mana shu yerda sizni saqlaymiz. G'ayrat qiling. Rahmat. Salam ekranlardagi ko'rinmanlar, yaxshimisizlar? Men Alim Ablat bo'laman, yurtim Qashqarda. Bu qitim endi shu mening opam dadamningki bir arzusi bor, mening shu Ipak yo'l sadosining sahnasida shu o'zimning naqshlarimni aytib bersam. Andan keyin o'zimning shu Ipak yo'l sadosining sahnasida xalqimizga bir o'zimning ovozim bilan naqshlarni aytib bergan bor. Siz yo'q o'tgan har kunda oydek jamolimiz esimda, ketib qolgan simoyingiz hili yodimda. Bu kunlar bak uzun kunlar, yıldızlar sırdaşman her tunda. Muhabbetimden cevap yok, öttü bu kunlar. Sizni o'xshatdim oyga, qo'limni sunib ko'kka, hijron o'tida kuyib talmurdim sizga. Sizni o'xshatdim oyga, qo'limni sunib ko'kka, hijron o'tida kuyib talmurdim sizga. Uzun günler, yıldızlar sırdaşmalı her tünde. Muhabbetinden cevap yok, öttü bu günler. Sizni o'xshatdim oyga, qo'limni sunib ko'kka, hijron o'tida kuyib talmurdim sizga. Sizni o'xshatdim oyga, qo'limni sunib ko'kka, hijron o'tida kuyib talmurdim sizga. Sizni o'xshatdim oyga, qo'limni sunib ko'kka, hijron o'tida kuyib talmurdim sizga. Sizni o'xshatdim oyga, qo'limni sunib ko'kka, hijron o'tida kuyib talmurdim sizga.
Qovshatdim oyga qo'lni sunib kuygan hijron o'tida kuyib salmurdim sizga各位导师好，我是来自喀什的阿里木阿布莱提。 Qashqardan kelgan ekanmiz. Qashqardan sal balduroq kelib olgan. Obraz imtihonda o'tdi lekin, ha? Anglab, keyniga kelganda ovozini tundim. Yaxshi naqshchi bo'lib. Uzun yil olib ketdi sen Urumchida turayotganda, ha? Bir 10 necha yil bo'lib qoldi. 12-13 yil bo'lib qoldi. Ha, shu. Yaxshi naqshchisan. Rahmat istasiz. Ovoz tusini yaxshi ko'rdim. Yuqoriga chiqqancha ovoz tusi texmi sizliklashib o'zgacha men qarasam ham shu uzun yil tajribasi bor naqshchidek his qildim. Yo'q, o'zim chanmayman, lekin shu muzika atratga aytman. Ha, shu. Voy, muzika atrat gitar chaldigandek ko'rindi ekansan. Olim bilan hammamiz tunishimiz. Gap aniq, lekin olim tunishdik deb biz ma Ipek sadasi qatnashdik deb baqmadi. Lekin ovoz tunish bu naqsha ham mudi bo'ldi. Xalqimiz yaxshi ko'rgan naqsha, ovozini anglab bo'rildik, yaxshi aytdi. Bu naqshaning ijodiyatchisi o'zi bo'lamda? Bu naqshaninki muzikasi Erpan Ablaxatninki. Anandan keyin teksti shu Erpan bilan ikkalan birga yozib qilgan, hamda shu naqshaning yuanchangsi men. Qashqi qarasak, keyinni qilib tursa Mahmud akamni ko'rgandek bo'lamiz. Shunlashgan meni demoqchi bo'lganim, ustozlarning bahosini oldik. Sen yaxshi naqshchi uzun yillik. Hamda qatnashibsa, muborak bo'lsin. 5 yilimiz o'yrildik. Rahmat. Oxirida deydigan gapim rivoyat guruhi qarshi oladi seni. Hamda jiqapni demasam senmi meni obdan bilsa, bizni xil obdan tushunsa, shunda bo'lganda biz cho'qim yaxshi mang'alaymiz. Rahmat. Olimjon mencha ijodiyat aytishga ajoyib tushgan bo'l shundami? Ijodiyatni asaq bo'ladi. Burunda elib aytayotsanmi? Yo, og'an ijodiyat bilan bagimiz o'xshamaydi. Qassob do'stiga sunak berdi deydi. Zoirkam davotida Mahmud Sulayman ustoz bizniki bitakrar ustozimiz. Ma o'rindiqchi Kamal markasiga o'z vaqtida Mahmud Sulayman ustoz obraz vakili bo'lgan. Undan ta'lim kelib, men hozir yoshlarga nisbatan mush shirkatga obraz vakili bo'ldim. Demakchi o'g'lim, shu ustozga yarashgan kiyim-kechak sana mendan o'ta yarashadi. Sen Kamalni gongo qilyapsansan, ha? Payza. Albatta Kamalni gongo qilaman, seni gongo qilaman. Ijodiyat orqali ham ikkimiz balkim davrdosh, yishimiz o'xshash. Sizning uslubingizga ijodiyatni ishlayolmaydi, men ishlayman. Men shu har qanday uslub ijodiyatni ishlay olaman. Uningga Kamil kam guva, shunday Kamil. Har qanday uslub ijodiyatni ishlaydiganlardan asaq bo'ladi. Masalan, bu Zoir Shaqakam aytayotgan nurg'un ijodiyatlarni men qilib bergan. Naydi tuvan bor demishqa. O'chog'idagi ahvol bilan hozirgi ahvol o'xshamaydi. To'g'ri. O'chog'ida men shunday yaxshi ijodiyatni qilib bergan. Demak, Zoir Kamga mayda yaxshi ijodiyatlarni berdim. Sen qilib berma. Agar sen meni tanlamay Zoir Kam tanlab qolsang, men Zoir Kamga bergandan keyin u ish qilganini sana berib qo'yishmadim. Men no'g'risam bevosita bermayapman. Naqdimda deyman. Pul bilan aql olmaydi. Men sen menga bersang, men ish qilganini bermisanmi? Bu bolalar cho'qim o'ziniki aloqa doirasi, munosabat chembergi orqali o'ziga mos keladigan ijodiyatlarni bizdan ammizim bular qilib ketalaydi. Hisobda bu konu naqshchi bu. Shunda. İcadiyatlarga bak berilib ketma. O ijodiyat degan Ammo zamonga moslashmaydi deydi ekanmiz. Biz ijodiyatdan ayrilayolmaymiz. Hozir bu yerda vang so'zlab qo'yamiz-ku, ertaga yana ijodiyatga ehtiyojliq bo'lamiz. Shunga masala meni achchig'imni keltirib qo'ymanglar. U masala emas. Sizning ijodiyatga ehtiyojingiz yo'q rasga qilsam, chunki o'zingizdan ijodiyat chiqadi. Sizga ilhomning ehtiyoji bor. Ehtiyojingiz bor shunaqo. Bizning guruh sizga zo'r ilhom beradi. Shu ijodiyatlar guruhidan birini qurib, o'tirib ijodiyat qilamiz. Qarang shundaq meni qachon qursilar. Qurib bo'lgan tayyor gitarchimiz bor. Naqshchi akkord olgan naqshchilarimiz bor. Men bor, siz bor. Natchimiz birga kelsak, asl asarlarni yozib chiqara olamiz.
Bu G'o'jani yine G'o'jaga basınız to'tlamlashi tutadi ham bu ijodiyat. İcadiyetdeki en xoli yerda bitadi aslicha. Nansanga chiqib olgan odam ijodiyat qilolmaydi. Ijodiyat en xoli yerda bitadi. Bir-birimizni va kamsitishib ketmay. Döydigan namin deb bo'lib oxiri yo'qchaq bo'lib oldik. Shundaymi? O ilhom deganda yetildigan. Alimjon, sana bu ballam kerak, eng muhimi naq maydon, muzika, cho'ng sakinlar kerak. Bu gapni jiq desak. Ya uning nimasi yo'q? Yoshqi cho'ngroq birisi kerak-da. Ha, eng oxirgi men Aldı bilan rahmat mushu Bashli ustozninki mushu menga bergan yuqori baholarga rahmat. Balkim endi mushu bergan baholarga tushliq ayta olgandimman yoki ayta olmagandim, lekin tirishima, yana davomli tirishima. Anandan keyin hamma ustozlarimizni shunday hurmatlayman, hammalarning naqshlarini shunday suyib turib anglayman. Endi adam ras tanqislikda qoldi ekan mushta vaqtda endi bizning maqsadimiz sen tanqislik qo'yib qoldi ekanmiz bo'lmasa. Talab bir taraf qilish. Ras endi men qo'yib bersam endi hammalarni tanlig'im bor, lekin endi birini tanlig'il bo'ldi ekan shunga. Mening tanlashim Polatkan. Yıkrak yolun sağdasın, söygünün yok çivrasın, hoş havazlar sevdasın, yıkrak yolun sağdasın. Bu küçük baldak bir yerden neye boldudunlar? Ben Mıras'ın Piçek Gül Lazı kalemcisi degenini. Anlamadan? Ya anlamadan. Fetbezem av. Baksa koyamız yaksan adaklarını. Bak Lazı kadın ola bak. Bizden hıcının last yasıgan bana. Zaten bunun tetip bakmazdı bir kar. Bir dakika mı? Hadi. Ne bulduk ya? Değil ki hem av? Kara pekanlar. Piçek Gül Lazı kalemcisi. Buldum av. Çok adam isim buldu bunu. Oyunumuzda serkertlik rol oynayotgan Miras çekiliş şirketi Mahirlarga Ahmet tilaydi. 1427 İpek Yol Sadası qatnashib hoş bo'ldingizmi? Hoş buldum. Bugungi natija qanday bo'lishidan qat'iy nazar, hargiz ko'nglimizni yerim qilmaymiz, shundaqmi? Shundaq. Undaqda qaysi naqshni aytishni o'ylashdingiz? Bu maxfiy eng yaxshisi naq maydondan. Voy, jadaq yo'q. Undaqda boshqa mahirlarga deydigan yurak so'zingizni bir anglab o'tay. Hammamiz birlikda g'ayrat qilaylik. Yaxshi, undaqda siz Ahmet bo'ling, marhamat. Şinjan Ojon Sol Çekiliş şirketi programımızın tajdorligini aldı. Programımızda Şinjan Miras şirketi alayı talep qildi. Programımız bilan Şinjan Kamal Sol Çekiliş şirketi stratejilik hamkorlashdi. Programımızda Şinjan Başbarmaq Yezi Egilik Taraqqiyot Çekiliş şirketi alayı qo'lladi. Şinjan Ramnidar Xalqaro Sol Çekiliş şirketi programımızga yaqindan yordam berdi. Yaxshimsizlar ekran oldidagi do'stlar. Men Atishdan Dilmurod Talat. Bu qitimqi 7-qarar Hojjon Ipak yo'li sadosiga o'zimninki naqshiyatdagi aloyidaligimni namoyon qilish, shundaqla texnik cho'ng sahnalarda o'zimni sinab beqish maqsadida yetib keldim. Do'stlarning qo'llashini chin ko'nglimdan umid qilaman. Qara qo'y ko'zligim qaydin topalayman seni so'rasam o'zning oy deb jagalayman seni so'rasam Hüsnün oy deb jagar
ulayman seni. Hey çıraylık. Kapkara koy gözlüğüm kaygıda kaldı bu beşim. Ovoz o'xshab ketdi. Kapkara koy gözlüğüm kaygıda kaldı bu beşim. Kançı yağmur toxtay demeydi göz yaşım. Kançı yağmur toxtay demeydi göz yaşım. Skriptga bir chavaka. Kapkara koy gözlüğüm kaşını kılsan çok kara. Kapkara koy gözlüğüm saçını kılsan çok kara. Kançı yağmur toxtay demeydi göz yaşım. Kançı yağmur toxtay demeydi göz yaşım. Toxtay demeydi göz yaşım. Salam hörmetlik aziz ustozlar. Salam ekran oldidagi barliq ko'rarman do'stlar. Men Atishdan kelgan Mahir Dilmurod Talat bo'laman. Hammanglarga o'tliq salom. Avval Dilmurodni qarshi olamiz. Dilmurod meningki boshlang'ichdagi saboqdoshim bo'ladi. Biz kichigimizdan birga o'ynab cho'ng bo'lgan, birga naqsh etib cho'ng bo'lgan. Amaliyotda Dilmurod bir yaxshi naqshchi. Hisobda Atishda xili ko'z ko'rinarlik naqshchi. Lekin moqitim ayolim bolalarimni ilib sayohatga chiqqan degan, lekin men musobaqaga qatnashganda menga demabdi. Shuning bilan to'tinglarni o'raytib keldim, besib gum o'raytibchi. Amana ba'miymi-da. Amana ba'miymi debchi, ammo yaxshi naqshchi. Qarshi olamiz. Kamilgan bilan tanishmamsizlar. Baholarni bir anglaymiz. Andan keyin rahmat. Bir maydon jidal qilish ketmaydigandek turdi. Siz bu sahne kirib qo'shib arkadaş. Dilmurod bilan biz Zoir degandek kichkimizdan birga o'ynab cho'ng'ildik desek bo'ladi. Bu Şinjan'da şey o'qigan. Men maktabdashimga. Ayni vaqtda Şinjan'da şeyning mashribida bu Atish xalq naqshlari jiq taqalmagan Nurgul dadamlikil cho'ng'lar andan men Abdurishkamla naqshni aytib menayotganda bu Atish xalq naqshdan birini urullab shu vaqtida mashrab programmasida. Bu xili chang chiqqan shu vaqtda Şinjan'da. Keyindan bu Atish ketib bu o'zining ishlari bilan bo'ldi-yu. Aralığımız sel uzurab kaldı. Üzüm bu kesip bilen şug'ullanamadı. Mana bu da bu sahnemde körep nayet hoş oldu arkadaş. To'g'ri qilibsiz, bek yaxshi. Sen Atish ketmaginin yaxshi bo'pti deyman. Rozalam degan naqshidan keyin nurg'unlagan bambillari chiqdi, lekin hozirgacha Dilmurodniki aytayotganda shiltayotdi usulchilar. Hozir Zoir o'rmagan bo'lsa o'yladim degan, qarsam Zoirning insoniga o'xshaydi. Topolmadim sening insoningni keyindan
Bir yerden anlap dursan Dilmurat kelgeni bildim. Zahir kelip besebette avcını anlap öğrenme dep xiyalımda takım. Hem avcı kelgendirak öğrenemez. Yaxşı etdik ya atıştan naqsı. Peyze bak. Peyze oldu. Rahmat. Manda qalayli, adışım men sana bir soğatlıqım ba. Biz beşikemiz gap qilib oldi. Manda to'xtatdan bu nimishqa desanglar. Bu ne mushu ag'inamniki menga mush programmaga qatnashdim adash. Men menga ya bir muzikani burun aytgan naqsha bu. Menga faqat muzikani bir berib tursang yoki men mush naqshni aytdim, men mush musobaqa qatnashgan degan gapni qilmaganligi uchun mush sahnaga o'zininki kasbi boshqa ag'inamniki. Shu ishlarini tashlab mishaga men mishaga mushu yoshga kirganda men o'zim bir sinab boqay degan maqsadda menga bir hayt deb qo'ymay kelganligi uchun men mushu sovg'at. Lekin sizlar ustozlar xato tushunmanglar jumu. Bizga hammamiz atishliq hamda qanday bo'lsa. Ikkaladash qo'longa o'z qo'lon bilan bir sepib qo'yay. O saatni keyingi mo chirketmaydi, atishliqni onda asallanadi. Teyze, lekin ag'indachilikni yetkazdim. Adash. Teyze. Muborak bo'lsin. Rahmat. Teyze adash, teyze. Rahmat. Zahir do'stim, rahmat, hammanglarga rahmat. Nayt xush bo'ldim. Bayatın degandek men mush qiz yurak so'zimni deb olay. Mush fursatda. Asli men Zahir degandek, Kamil degandek mush kasbni taraqqiy qilsam eng yaxshi bo'ladi. Lekin men Urumchilarda chiqib qolmagan bilan atish davomlashtiryapman. Sizlar basanglarni ko'rsizlar davomli to'y to'ykunlarda birga bo'lib qolamiz. Men oldi bilan shu sahnaga chiqishga men fursat hozirlagan. Meningki idoramdagi rahbarlarga oldi bilan rahmat aytaman. Men uchun o'rindiq aylantirgan barliq ustozlarga chin qalbimdan, yuragimdan tashakkurimni aytaman. Salomat bo'linglar. Sana rahmat. Beşirimiz öğrüldü. İhtiyar adaş. Bir yerde bol talaş tartış qilib çaqchaq mı qildik o? Satma bo'ldi. Bizdan go'rotbaga kelsang ag'inam, hamda jiq gapni demasammi bilsa, shu rivoyat guruhidagi shogirdlar bilan billa men shogird ikkimiz yana o'xshashlar. Ustoz Mahmud Sulaymonov shogirdi nomida billa taraqqiy qilamiz. Hozir hargizalik men hamda shu tantish ag'inamning shogirdi bo'lib qolamanmi deb o'ylama juma. Yo'q. Uni o'ylagan bo'lsam balkim kelmas. Voy, bo'ldingmi? Dilmuratni men tuniyman. Ammo men keldig'ini men ras bilmaydi ekanman. Abay sen degandek hech qaysimizga demabdi. Demay o'zi to'yqilib gap anin keyinda mening bir yana xo'shog'inim muzikani qayta chaldiribdi. O'zininki bir uslubiga asosan yengil olati chaldirib bugungi sen aytdi. Aldı bilan tabriklayman aka. Kichik bo'lsam-mu men de shu aka deyman. To'g'ri. Menda soat yo'q, fa'oliyat qilmadim. Fa'oliyat qilmadim deydi. Men sizga mush Abdumalik uchun doktorlarning kartasini berib Qag'inda aka o'zing qolsang bo'ldi, bizmi ba mana. Hammamiz qarshi olamiz. Qarshi olamiz. Gapga qarang. U ixtiyor, harigiz besim yo'q. Kechiring, men so'g'at. Onda xos mening tanlashim Zahir Şah ablam. Hemen dinledim ben ona. Hiç kimnikiga o'xshamaydigan kostyum kiyib alaydi bo'ldan nima bo'lgan bu so'rin sen? Kamalning kostyumlarini kiysang hech kimga o'xshamaydi ekan Sadash. Voy mana. Men Kamalnikini kiyib olgan shuna. Nimda o'xshaydi ki desam, sen Kamalnikini kiyib oldingmi? Qirq-qirq bilan yomon yarishimliq chiqadi emasmi bu kostyum? Chiqinagan, naqli keldi ekan. Naqli keldi ekan. O'tirishdi. Yeni bir ishga kerak qo'ygan. Tashlab qo'yib kerak kelandi. Bo'ldi. Cesur yigitlerinin oldun tanlışı bulup kelayotgan Şinjan Kamal Xalqaro çerkti Kamal kiyim-kechekleri mahirlarga rahmet tilaydi.
谢谢老师，谢谢老师，你们都辛苦了，谢谢，辛苦了，老师你最辛苦，辛苦了，辛苦了，辛苦了。我们歌舞团的很著名的歌唱家，我们从小看着哥哥的长大的，我和这个卡米在木卡米使团。啊，好，你们好，你们好，谢谢谢谢老师，感谢老师给我们带来了一首非常优美的一首歌，谢谢。谢谢老师，辛苦了，谢谢谢谢谢谢。Lulaushininki ta'rifini men azroq qilib qo'yay. Ustoz bizning mushu Govtanda ishlab, hozir oromga chiqqan bilan yuragi hargiz oromga chiqqan odam emasmi u? Mush Şinjanning madaniyat san'atiga intayin töp qo'shgan bir yigit bu. Uningdan keyin bizning Yipek yo'li sadosiga har qatim bizningki kichik ko'may, mush zalni kichik ko'may, bizning programmani kichik ko'may, lamoni kichik ko'may, har qatim bizga madad bergani keladi. Shunga Lulaushiga men ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Shinkola. 辛苦了，老师，辛苦了，谢谢谢谢。你们这个栏目办得非常非常的好，我们新疆的各族人民乃至全国，很多地方都在传颂，就是我们这个节目办得好。在这里呢，我作为一个歌唱演员，对你们表示深深的感谢。谢谢。希望你们的节目越办越好，永远办下去。谢谢老师，谢谢老师，谢谢。祝老师身体健康，身体健康，万事如意，万事如意，心想事成。 O'xshash ishga turibdi-ku. O'xshash kerakmi? Bosh barmoqdan yong'oqmay ekan, ma'vo sizning shumi ya? Mening shunga o'xshatdi. Ishini bir ichib baqayli, o'xshashmi emasmi? Men bir ochay buni ustini. Mushuki. Ha, mushu, mening mushu. Bu bosh barmoqning yong'oqmay nayt yaxshi chiqdi-ku. Shunga o'yitkilam kunab qoldi buningga. Ishkilimiz uyga olib kirib o'yitkilimga xo'sh qilib o'tmaylimi? Anamsi. A'lo sifatlik un maylari bilan hammamizga sog'lomlik ato qilib kelayotgan Şinjan Başbarmaq Yezi İglik Fen Texnikisi çektik şirketi mahirlarga omad tilaydi. Rayonimizda güzellikni söygüchi xonim qizlarning oldin talishi bo'lib kelayotgan. Ramnidar markasidagi ishonchlik girim buyumlari bilan hammamizning yoqtirib ishiltishiga muyassar bo'lib kelayotgan Şinjan Ramnidar xalqaro çektik şirketi mahirlarga omad tilaydi. Birinci derecelik mukofotga erishgan Mayerni Şinjan Hojun Sochek şirketi 20 milyon qiymatidagi pianino bilan mukofotlaydi. İkinci derecege erishgan Mayerimiz bo'lsa Şinjan Miras şirketi 15 milyon qiymatidagi elektronlik quroll bilan mukofotlaydi. 3 derecelik mukofotga erishgan Mayerni Şinjan Kamal Sochek şirketi 10 milyon qiymatidagi mikrofon bilan tartiblaydi. 4-cü bo'lgan Mayer bo'lsa Şinjan Başbarmaq Yezi İglik Fen Texnikisi taraqqiyot cheklik şirketi 5 milyon qiymatidagi gitar bilan mukofotlaydi.
5 darajaga erishgan mayorimizni Xinjiang Ramnidar xalqaro sud cheksiz shirkati 3000 yuan qiymatidagi pullar bilan mukofotlaydi. 2651 qani sahnimizga marhamat. Hozirgi hissiyotingizni bir anglab baqsam. Azır hayacanlanıyorum, ciddileşiyorum. İşinimenki bugün ifadeniz alaydı yaxşı bo'lgandir. Sahnada bek echilsiz deb o'ylayman, chunki bugun bek chiroyli bo'lib ketibsiz. Natijasi qanday bo'lishidan qat'iy nazar jarayoni to'liq muhim. Bugun mushu programma qatnashganingizning o'zi eng yaxshi natija, omadli bo'ling. Unda bo'lsa, sizni mushu sahnada saqlaymiz. Marhamat. Tekrarladık görünmeler yaxşımızlar. Benim ismim Sübinur Kerem. Yurtum Turpan Pichan Mayıs'tın. Hazırki hizmet ornum bolsa Xotan Keriyan aylık 1-ci mektebinin müzik okutucusu. Benim Yipek Yol Sadasıga qatnaşdiki maqsadım bolsa kichigimdan shu Yipek Yol Sadasıga qatnaşish bir orzuyum batdı. İkinciden shu Yipek Yol Sadasıdagi baholag'uvchi ustozlarning qimmatli fikrini anglab baqish hamda o'z-o'zim jang e'lon qilish maqsadida bu Yipek Yol Sadası'na qatnaşdım.天使般的容颜最美，尽情绽放青春无悔。春天已来临，有鲜花点缀，雪地上的足迹是欢乐相随。看那铁骨雪花飘洒，这一刻我们的心紧紧依偎。Avaz yukarı. 随着脚步起舞放飞，跳一曲春天的芭蕾。天使般的容颜最美，绽放青春无悔。春天已来临，有鲜花点缀。雪地上的足迹是欢乐相随。
Yaxshi. Hürmetlik ustozlar, yaxshimisizlar? Aldı bilan mushu programma orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimdan intayin hayajonlanyapman. Mening ismim Subinur Kerem. Yurtim Turpan Pichandan. Xizmat o'rnim bo'lsa, Xotan Keriyan oylik 1-o'rta maktabning musiqa o'qituvchisi. Voy, aralıq yaman uzungo. O'zingiz qaysi maktabni bitlagan, san'at kasbini bitlaganmi yoki musiq? Musiqa kasbini bitlagan. O musiqani bitaganda o aytishidan. Biz endi G'o'jikimiz o'rindiq aylandirdik. Bak yaxshi aytdingiz. Men aylanmay deb ishkilandim men lekin. Shunda yaxshi aytadiku masalan, lekin o'ylandim agar ham o'rilib qolsam, meni tanlab qolsa masalan. Qanday qilib keyin nima, o'zim kuchim yetamdi yetmam deb o'ylasam, ustozlarimiz bor, maktab tarbiyalagan bizning yo'limizda bo'lmasmi, lekin yo'l yetakchilik qilishga azroq qurbim yetishga kuchim yetdi meni. Shuni men jiddilashib chaqirib kelgan, mushlar o'rilmay qilib qolsa, mush qizg'i bir doji bo'lib qolarmi deb degan men titildab ketdim. Men ham chaqirdim, boshqa yana uslublarni naqsh ayta olamiz, boshdan oxir mush uslubmi? Ayta olayman. Xalq naqshi ayta olayman. Men uchun fan naqshini aytaman. Ha, yaxshi. Wow. Hammamizga ma'lum, ma uslubni naqsh aytmoq ayrim bir uslub, oson emas. Biz bu san'at maktabida o'qigan, ammo mushu go'zal ovozda tarbiyalangan bolalar bek cheklik. Aning az. Aning keyin oyog'iga chiqadiganlar bek az. To'g'ri. Abay biz o'tirib faqat angladik-yu, ammo o'zimiz aytib, mush kasb o'qigan bo'lsakmi, ashundaq mush naqshini mushunchalik bir sharoitda o'rindimoq oson emas. Biz san'at maktabini kamchiligimiz san'at maktabida o'qigan muqam kasbida. Biz 4 o'qigan bo'lsakmi, ammo to'g'risini ko'rsatib bera olmaymiz. Men shu san'at maktabini bitigan yaxshi bola, yaxshi muallim hisobda bizdimi har qanday sharoitlar hozircha asosan o'zimiz yetarli to'liq qog'inni o'zingiz hamda kamil akamshikimiz sizga o'rildik. Mening bu kamil qat'iy bagim yo'q, kamil menga bagisi yo'q. Ammo qarorni o'zingiz chiqarsiz. Mening oxirgi tanlashim bo'lsa Kamil Jalal ustoz. İpek yolun sağdasın, söygünü yok çivrasın, hoş havazlar seylasın, İpek yolun sağdasın. Vay ensirmigine, bugünkü tuğman gün girmanın yaxşı küçük men kapalatlık qilmadaş. Men degan hozircha Ramli Darniki aqartishmayları, anadan keyin kirpiklaklarini to'liq etmoqdim adaş. Hozir bir pulma, ma'qul. Sen 2010 bo'lganda aldı bilan 7-ci qarar İpek Yol Sadası programımızda naq maydonga mahir bo'lib tanlanganligingizni qizg'in tabriklayman. Hozirgi hissiyotingizni bir anglab baqsam. Yaman jiddiylash ketib barmazdir. Siz lekin tayyorliqlar puxtimi? Puxta. O'zimizga ishimiz omadlik bo'lsin, unda bo'lsa, yaxshi natijalar yer bo'lsin. Marhamat. Yaxshimsizlar ekran oldidagi ko'ruvman do'stlar. Men ismim Muhammad Ihson Abaydulla, Azizani Qashqardan keldim. Hozir qilayotgan kasbim to'ychilik, to'y ishlari, maslahatchi degandek ishlar bilan orzuyimni qo'g'lash uchun İpek Yol Sadasiga keldim. Ekber Ziba. Hayron bo'lma ko'rganlaringga, ko'rmaganni ko'rsan tig'in yaratmasan oqnonni bugun zog'ri izlab жүрсән tig'in yaratmasan oqnonni bugun zog'ri izlab жүрсән yaxshi bo'lsan omad beshingda, yomon bo'lsa
qishingdan issiq basmay aytgan ishingdan ko'nmagangan kunsan yaxshi bo'lsang omad beshingdan yomon bo'lsang omad qishingdan issiq basmay aytgan ishingdan ko'nmagangan kunsan Hey, azraq var ya. Mana bir aydan olib baqa. Xeyli oladigan yigitmikan ya? İgizmiki. Ko'tarib baqsa. Keyinni ko'tarib baqsa. Aklım sana yol görsətkən bir qulumni işki ətkən işigimni təlay çəkən talay xiyal sürsən Yetekli vaqılı bo'ldi ekan. Yol ko'rsatgan bir qo'limni ishki atgan ishigimni talay chakkan talay xiyol sursan her kim belkim sehi mert emez lekin dünya tamam dert emez gün oynar mengü şart emez talay oynap gülsen Mengü şart emez talay oynap gülsen tixin Kündü oynaş mengü şart emez talay oynap gülsen tixin İsmin ne mi? İsmim Muhammed İhsan Abeydullah. Qashqardan. Tunji naqshi bo'lgan ustiga majra qilgan naqshi bo'lgandan keyin jiddiyleşib ketmisin deb shuni men yaxshi etdi. Shuni o'yrildi. Men nima ishga o'yrilmadi? Mandek ovozlar loyinga bek chiroyli tushdi, Azraq bizga matrab kelgan azraq biz o'ylag'ayr nima ish qilsam bu naqshani bizga tunish Polatkamdan aytgan quloqimiz bayra bacha ashan azraq kelib qolamiki deb shuncha kutdi qo'yib, lekin tunji saniga chiqqan bo'lgan chiqmandi. Azraq variantlar bo'lib qoldi, lekin cho'ng masala emas. Ta'linga Polatkam o'rildi mana. Ya'ni qanday? Rahmat, ustoz, rahmat. Birga jiddiyleştin, endi birga ta'ling va deymizda, va tunji qatlamda chuqur birimda bir yaxshi boshlanish bo'lsin deb o'yildik ham deya. Ras. Muborak bo'lsin. Muborak Aş 162 çıksınmı? Muborak olsun. Tayyorliklar puxtimi İlyas? Puxta. O'zingizga ishonchingiz bor shunaqa. Birinchi bo'lib ketmasangiz, cho'qim birinchilikni saqlab qolasiz. Rahmat.
Yaxşımısızlar görürmənlər, mən Xotardan gələn İlyas Məmtimindən həmminə otluq salam və ali ehtiramlar olsun. Meninki bu 7-ci qara Hoca İpək Yolu Sadası qatnaşdiki məqsədim. Mən uzun ildən bəri şu naqşı kəsbiga qiziqib, muş kəsb bilan şug'ullanib kelyapman. Mushu fursatdan foydalanib, yana mushu cho'ng sahnadan foydalanib, ustozlarninki mukammal bo'lgan ta'lim tarbiyasi bilan o'zimni kuchlantirish maqsadida bu İpək Yolu Sadasiga qatnashib keldim. Jalanın ağzına okşap kaldı. Salam,
hörmətli ustazlar, ekran altındakı naq meydandakı barcha görünmələr. Hamınlarga men Xotan oğlu İlyas'ın otluq salam ve ali ihtiram. Mübarek olsun. Rahmat. Çırarak ettin. Bo'ldi, gap qilmayman. Men kelingay bo'ldi. Talashib ketdi. Ya pek pakis aytilgan pakis. Lekin ovozing bek chiroyli. Biz ham o'rligimiz bor afshilarning, lekin men o'ylandim men. Ya bo'ldi, sizlar o'rlaysiz. Bir bo'lgan bo'lsa o'rlanma. Lekin yaxshi aytding. Biz o'rlanmaslik sababi sana yaxshi aytmaganlik uchun emas, yaxshi aytding. Lekin endi shu naqshaning huzurinib qoldiqmi o'rlayman qoldi. Lekin ta'limga ikki ustoz o'rildi. Yada qam bilanda endi. Rahmat. Aldı bilen mübarek bolsun. Bek yaxşı aytdingiz. Başta men örildim. Aning keyin Adiladan meni doğrap örildi. Qolgan tanlash o'zingizda. Ovozing haqiqatan peyizga qolganini buningdan keyingi bosqichlarda o'zimiz taxmi peyz naqshlarni aytish orqali mush o'zimizni ko'z qilamiz. Bütün Şinjan icaret men ta'minlayman. Bira Uyg'urcha naqshi aytib Muxtar Bug'ra apaning yozdurib tekstim bir emas. Ijaretdan bizni qilib berman. Başqa naqsha. Sürügündün sorab mening uchun köydingmi? Bo'ldi. Mana. Sening uchun o'lsam arxamdan kuldingmi? Feyze, mana set qilmasak 5 yilimiz o'rindikanmiz. Direktor bir xil o'qigan shekilda men shundan Jalol Bilol ko'z oldim ketgan. Naqshet qilimi xeyli bo'lib qolganda, xeyli zamonlar bo'lib qolganda, xeyli vaqtlar. Az kem 15 yıl oldu. Ha, şu pişkan avazga. Bir ayrimning 2000 naqshi bor mana mavzu. Anda pishqan naqshi bo'lmasa, naqshining hissiyatini topolmaydi-chu. Avazbek yo'riqda. Muborak tanlash o'zingizda. Tanlayli. Men mumkin bo'lsa, bash ustozniki hammalarning tarbiyasini qabul qilish istikimbek bor, lekin mushu sahnaga chiqishdan burun o'zimning ko'nglimga pukkan ustozim bor. Mening tövəndəki tanımakçı bo'lgan ustozim İpek yolu sadasın, suygunun yok çigrasın, hoş avazla seydasın. İpek yolu sadasın, İpek yolu sadasın, suygunun yok çigrasın, hoş avazla seydasın. İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, suygunun yok çigrası. Hoş avazla seydası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, suygunun yok çigrası. Hoş avazlar seynası, İpek yolu sadası. Kadın ipek yolida caranlaydı kongura. Gider kelri dalağa, köy nakşimiz bekira. Gümüş tağlar çok iyisi, nur kaytıdı yürekke. Küç bir de nakşimiz tümelligen çiçekke. Hoş avazla seydası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, suygunun yok çigrası. Hoş avazla seydası, İpek yolu sadası. İpek yolu sadası, suygunun yok çigrası. İpek yolu sadası,
seferde İnsan düşer seferde Belki günler seferde İpek yolu sadası Suygunun yok çigrası Hoş avazla seynası İpek yolu sadası İpek yolu sadası Suygunun yok çigrası Hoş avazla seynası İpek yolu sadası İpek yolu sadası Hoş avazla seynası İpek yolu sadası